Bugun e'tibor markazingizda aynan mana shu xonadonimizni qisqacha obzori bilan tanishtirmoqchimiz. Hurmatli obunachilarimiz, videoga bitta like bosib qo'ying. Eng asosiy ma'lumotlarni berib boramiz. Xonadonimiz umumiy hisobda 208 sotiq yer maydoniga qurilgan. Yashash maydoni taxminan 250 kvadrat metr. Issiqxona, oshxona va hol qismiga ega. 4 ta sanuzelli, topli pol hamda radiator orqali isiydi. Avtorskiy proyekt asosida xonadonimiz qurib bitkazilgan. Eng yuqori sifatdagi eng yaxshi va sifatli mahsulotlardan remontlari amalga oshirilgan. Xonadonimizning hovlisiga ikkita mashinani bemalol joylashtirishingiz uchun yetarli joylar qilingan. Eng yuqori sifatdagi ushbu xonadonimiz manziliga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Uchqahramon postidan kirganingizda Kattabog' mahallasida joylashgan. Mahallamiz tinch, osoyishta, fayzli mahallada. Fasadlari oppoqqina travertinli, shinamgina fayzli xonadonimiz bugun 225 ming dollarga startini so'ralyapti. Yana kelib bemalol narxini savdolashib tekshirib baraka qilsangiz bo'ladi. Hujjatlari ham tayyor holatda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Egalar nomerlari yozildi, aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.